Tushirishingiz mumkin. Turavering bizda. Xolajon, keliningiz ko'rchi bo'lib qopti. Hozir qog'ozga yozib beraman. Homilasiga ta'sir qilmagan holda operatsiya qilishadi. Tushunmadim. Nima dedingiz? Bilmasmidingiz? Keliningiz 7-8 haftalik homilador. Tabriklayman bo'lsa. Lekin operatsiya qilish kerak. Qilmasa bo'lmaydi. O'shanga yozib beraman. Homilasiga zarar yetkazmasdan operatsiya qilishadi. Mayli kuya. Lekin bularni to'yi bo'lganiga endigina 10 kun bo'ldi. Qanaqasiga homilador bo'lar ekan? Tushunmadim. Yana 7-8 haftalik deyapsizmi? Xolos, Adashmayapsizmi? yo'q. Adashganim yo'q. Xohlasangiz ko'rsataman. Qog'ozga ham yozib beraman, olib borasiz. Qanaqasiga homilador bo'lish mumkin emas. Xudoyim. Opajon, Opa, tinchlikmi? Qizim yaxshimi, tuzukmi? Men uyga yetib borsam ketib bo'psizlar. Qizing seni kutib yotibdi. Yaxshimi? Ko'richey bo'lib qoldi. Hozir operatsiya qilishadi. Voy, o'lmasam. Voy, opa. Kirib ko'rsam bo'larmikan? To'xta. Yoqqa kel. Ko'richeydan tashqari qanday qilib aytsam ekan senga? 2 oylik homilasi bor ekan. Voy, opa, hazillashyapsizmi? Saydiga nima bo'ldi? O'l bo'ldi, balo bo'ldi. Opa, Xotining ko'richey bo'lganmish. Hozir operatsiya qilishar ekan. Bu bilan bir qatorda xotining homilador ekan. Qornida 2 oylik bolasi bor ekan. Nima? Ana shunaqa. Rahmat senga. Katta rahmat. bo'lishi mumkin emas. Nega bo'lishi mumkin emas? Vrachlar ham adashadi-ku. Ha? Bo'lmasani? Vrachni o'zidan so'ra bo'lmasa. Men seni adayotganim yo'q. Uyalmadingmi, a? Iflos qizingni mana shu o'g'limga ravo ko'rdingmi, a? Betingdagina qursin seni. O'zim tarbiya Men seni qarindoshim deb yuribman, a. O'zimni jigarim deb yuribman, a. Beting qursin seni. Bo'ldi, bo'ldi. Shu gap rostmi? Men hozir keldi, bo'ldi. Bo'ldi, boshim og'ritmanglar. To'xtanglar. Bo'lishi mumkin emas. Oq taraf o'zim tarbiya qildim-ku buni. opajon, Ana. mana keliningiz o'zi qog'ozlari tezroq operatsion bo'limga bormasa bo'lmaydi. Ahvoli yomon bo'lib qoldi. Tushunarli. Demak, kelinim ko'richaga. U bilan bir qatorda yana nima? Aytaylik, og'zingiz bilan gapiring o'zingiz. 7-8 haftalik homilador, lekin bola yaxshi, homilasi sog'lom. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Faqat tezroq operatsiyaga borish kerak. Feruza. Siz Voy ahmoq qiz. Voy ahmoq qiz. Voy opa, men bilmadim-ku. Voy javob bilganim yo'q, bilsam bu ish qilarmidim. Opa, bilganim yo'q. Javob gaplashib Opalama. O'tiring, gaplashib olaylik. Bugundan boshlab sen bilan qarindoshchilik aloqasini uzaman. Bildingmi? Qizingni nima qilsang qilasan. Opajon. Qayoqqa olib borsang olib bor. O'zing bilan olib ketgin. Bugundan boshlab qizing mani xonadonimga oyog'ini ham bosmasin. Eshitdingmi? Siz it tekkan oshni menga ravo ko'rdingizmi? Demak, kuyov bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar, yo'q? Qilgandim buni. Keling, Hammasi tamom. Keling, o'tirib gaplashib olaylik. Sendan Ketib kutmagandim. olib Yuroldim. Beting qursin seni. Bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar, qo'llab qilmang. Bir-biringlar Beting qursin seni.